Voy, ko'pchilik yozyapti, kim u ikkinchi xotin bo'lib, keyin o'sha erini birinchi xotinini bolalarini uksusli ichib, qiynalib, bolalarga zarba yetkazgan. Sizlar taniysizlar? Taniqli qari aktrisa. Afsuski, birovi ismini olib, o'zicha o'shanda yuribdi taniqli bo'lib. Siz unga o'sha ism emas, familiya. Birovi familiyasini. O'sha qaynatasini familiyasini olib, qaynatasi ham yaxshi inson bo'lgan, obro'li inson bo'lgan, lekin obro'siga putur yetkazgan. Qaynatasi xohlamagan uni kelin qilishni umuman. U birinchi o'sha oilasini, erini birinchi oilasini bolalariga rosa azob bergan. Uksusli ichgan bolalari. San'atkorlar biladi. San'at sohadagilar biladi.